Taniqli xonanda va aktyorlar Rayhon G'aniyeva va Yigitali Mamajonov va ularning egizak farzandlari haqida. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Mashhur san'at olamidagi yulduzlarimiz hayoti bilan qiziqadiganlar uchun muhim ma'lumotlar. Islam va Imron 2014-yilda tug'ilgan egizaklar. Ular ikki ota, Yigitali va keyingi otasi Farhod yaqinida tarbiyalanadi. Iloji boricha shaxsiy hayotlari himoya qilinadi. Oilaviy munosabatlardagi muvozanat ham, maxfiylikni saqlash ham ochiq qaralganda qiziqishli jihatlardir. Tug'ilgan sanasi 2014-yil 5-may bo'lgan bu egizaklar O'zbekistonda matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda ikkita qiziqishga sabab bo'ldi. Otasi Yigitali Mamajonov. Ular birgalikda 2012-2015-yillarda yashashgan va otalik munosabatlarini ajralgandan keyin ham davom ettirishgan. Farzandlarim otasini so'raydi, tez-tez ko'rishib turishadi degan so'zlari buni tasdiqlaydi. Rayhon G'aniyevaning oilaviy hayoti va maxfiylik. Islam va Imronning otasida ular birgalikda o'ynashadi, yordam so'rashadi va bir-birlarini to'g'ri tushunishadi. Otasi bilan doimiy aloqalarda davom ettirishmoqchi. Ota-ona ajrashgandan keyin ham aloqa davom etayapti. Farzandlarim otasini yaxshi ko'radi, deydi Rayhon G'aniyeva. Farhod Alimov hozirgi kunda Rayhon G'aniyeva bilan birga yashab kelmoqda va bu munosabatlarni u ham to'g'ri tushunishi ko'pchilikni unga nisbatan hurmatini oshirgan. Farhod Alimovni ham o'z oilasidan 3 nafar farzandi bor. Bu juftlikni hozirgi kundagi eng baxtli juftliklardan biri deb bemalol ayta olamiz.